Assalomu alaykum. Bugun bitta indizit xolodilnik kelgan. Xo'p, indizitimiz ajoyib yangi xolodilnik. Yangi emas, 1-2 yil bo'lgan xolos ishlatilayotganiga. Lekin motori ketib qolgan. Nimagadir mana shu marka indizitlarda mana shu motori ko'p brak bo'lyapti, brak kelyapti. Xo'p, klient bilan gaplashganmiz, buni motorni almashtirib beramiz. E'tibor bersalaringiz, kapilarkasi ham alyuminiy kapilarka. Imkon bo'lsa almashtiramiz, bo'lmasa o'zini qoldiramiz. Sekin jarayonlar ko'rsatishga harakat qilamiz. Xo'p, motorimiz bitta Jaxiperi 11-ga. Biz yangi motor olganmiz. Bu ham 11 faqat Jaxiperi emas, boshqa yangicha Huawei. Shuni sekin o'rnatamiz, xudo xolasa. Xo'p, turboreza kesamiz. Gazi bor yo'qligini bir yo'la bilib olamiz. Damlayapmiz, havo berib, taxminan bir 10 bar atrofida damlaymiz. Tekshiramiz. Ehtimol o'tishga bo'lmasligi ham mumkin. Sistema o'zida qisilib turgan bo'lsa, obratga qaytmagan gaz bo'ladi, o'sha sekin qaytayotgan bo'lishi mumkin. Chunki bularga oz freon qo'yiladi, 50 gram atrofida. Tekshiramiz 10 bar berib. O'tishga bo'lmasa, baxtimiz o'tishga bo'lsa, o'sha qidiramiz keyin yana. Xo'p, damladik 10 bar atrofida. O'zgarishsiz. Xolos o'tishganimiz yo'q. Ichkarini ham ochib oldik. Bu hodingiz no frost. Ehtiyot qilib kapilarga tegmaslikka harakat qilamiz. Bo'lmasa, kapilarni almashtirishga to'g'ri keladi, alyuminiy kapilarka. Yangi motorimizni o'rnatib oldik. Hozir simni ulab birinchi payka qilishdan oldin tekshirib olamiz. Xo'p, bismillah. Motorimiz ishladi. Amperajlari yo'q. Endi payka qilsak bo'laveradi. Payka qilib olamiz. Mana yerda alyuminiy tashgan joyda latta, qo'l latta bilan ulab oldik. Alyuminga ta'sir qilmasin. Damlab tekshirdik, xudo xolasa penaladik. Ichkamiz yo'q, endi vakuum qilib yaxshilab zapravka qilamiz. Xo'p, mana shu 600 gazdan qo'yamiz, o'lchab olamiz. Birkasida 35 gram degan, taxminan bir 40 gram quyib olamiz. Quyib oldik, 221 qoldi. Taxminan shu 40-45 gram o'tdi. Sekin ishlatib tekshiramiz. Xolodilnikni remont qilib oldik, xudo xolasa. Ishlayapti. Hozir o'chgan xolodilnikimiz. Marza. Xolodilnik. Xolasa, hamma yo'llari yaxshi bo'ldi. Xo'p, yangi motorlarni qo'yib, uje egasiga topshiramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar.